Assalamu alaykum aziz qardoshlar, har vaqtingiz xayrlik bo'lsin. Biz bugun Photoshop 2022 ning Content Aware Move Tool degan quroldan tanishib chiqamiz. Bu qurollar tizimlikidagi mana buningdan astidagi 4-si. Bu qurolning asosiy ishlash prinsipi mana ustidagi mana 3 qurollar bilan o'xshab ketadi. Lekin ba'zi farqli joylari bor. Qani biz buni darsimizning ichida so'zlaymiz. Biz avval biror rasmda mashq ishlab boqaylik. Bu qatımlıq darsdami biz rasmning ichidagi ma'lum jismni chiqarib o'tmoqchi yoki o'rnini yutmoqchi yoki u jismni rasmning ichidan o'chirib o'tmoqchi bo'lsak, mush quroldan foydalansak bo'ldi. Masalan, ma modni odatda move tanlagan vaqtda biz rasmni taxmin yaqinlashtirib olib, masalan, men o'rmonni o'tmoqchi bo'lib qolsam, mana hozir mahorat keldi. Yana biri masalan ma ikkisining o'rnini o'tmoqchi bo'lib qolsam, to'liq qayta boshlay. Hozir mushu doirani tanlab bo'lgandan keyin mousening so'l knopkasini chekib, sizlar o'tmoqchi bo'lgan o'ringa ekib tashlasanglar, o'zi avtomatik chaplanib ketadi. Lekin mening maqsadim sal kichikiltib yiroqroq o'ringa o'tmoqchi yoki sal cho'ngaytmoqchi oldiga kelib. Buni qanday qilmay deganda, sizlar cho'qim ma transform on drop deganni belgi qo'yibsizlar. Buni belgi qo'yayotgandan keyin uni xohlagan o'ringa ekelsanglar, mana holatda tanlash chiqadi. Undan keyin sizlar buni cho'ng kichikligini muvofiq tanglab, miyaga qo'ymoqchi bo'lib qolsak buni. Undan keyin ma to'g'ri belgisini besib olsanglar bo'ldi, bo'lmasa enterni besib olsanglar bo'ldi. Mana hozir kichiklatdik. Buningki ma to'g'ri belgisiniki foydasi shu. Undan keyin ma ikkinchisi extend. Extend tanlagandan keyin masalan men ma daraxtni tanlay, taxmin yaqinlashtirib, tanlab olgandan keyin buni ikki ko'paytmoqchi. Holatda mana o'xshash mush holatda bo'ldi. Lekin biz buni o'xshash qilmay, ma'ning oldi so'l tarafga qo'ygandan keyin ma kichik daraxtlar kayni ma o'ng tarafda biz buning ikkisini bir-biriga qarab turgan holat qilmoqchi bo'lib qolsak, hozir Ctrl Z ni bosib mashg'ulotni qaytarib oldim. Yana qayta mush o'ringa ekilib, mousening so'l knopkasini tutib ekilib, mahorat kelgandan keyin undan keyin sizlar mousening o'ng knopkasini chekib, bundan keyin aslida ikkinchisini tanlasanglar mana hozir ma tarafga qaradi. Undan keyin ma to'g'ri belgisini besib olsanglar yoki enterni besib olsanglar, mana shu holatda ishlasanglar bo'ldi. Ma'lum jismni rasmning ichida yanada ko'paytmoqchi bo'lib qolsanglar, shundan foydalansanglar bo'ldi. Biz yana boshqa rasmda bir mashq ishlaylik. Masalan, ma rasmdagi ma odamni biz sal kichiklatib, ma yiroqroq o'ringa o'tmoqchi bo'lib qolsak, biz avval odamning shaklini tanlab olamiz. Undan keyin yaqinlashtirib, agarda ma'noga o'xshash sal ortiq rayon tanlanib qolgan bo'lsa, ma'noga ekib turib, undan keyin yana bunda tanlab olsanglar, ma rasmniki ortiq tanlangan rayoni chiqadi. Men ma'nodagi odamning sho'lasini qo'shib tanladim. Chunki
miyaga tushgan vaqtda shuni bilan birga tushganligin deb. Mumkin bundoq qarab ba'zilarga ortiq jiq tanlab ketgan yerni chiqarib olsanglar bo'ldi. Masalan, manga o'xshash va o'xshamaydigan jismni bor yerni sal ichkiroq nima qilib olsanglar taqimi sifatli chiqishga foydasi bor. Holatda. Bundan keyin buni yana o'xshash mouse'ning o'ng knopkasini chekib o'tkinmakcho'ga o'rniga kelib tashlaymiz. Lekin bu rasm bizga qancha yiroqlashgan sari cho'qim kichiklash kerak. Shunda bo'lgandan keyin biz buni kichiklatgan sari rasm bizni yiroqlashadi mana. Yiroqlashgandek tuyg'u beradi. Biz buni taxmin yaqinlashtirib, undan keyin odamningki masalan mana o'sha yerga o'tkinmakchi bo'lib qolsam, buni to'g'ri belgisini qo'yib o'taman. Undan keyin Ctrl D deb bossam, mana bu holatga keldi. Bunun boshqa yana bir qurolimiz Red Eye Tool. Bu qurolda bu qizil ko'z qurol deymiz buni. Buni odatda ba'zi kameralarda oqshomliqlari, kechliklari rasm tortgan vaqtda odamningki ko'zining qarisini mush qizil qilib qo'yadigan ahvolda bo'ladi. Kameraning ba'zi tag'ishaklarini yaxshi normal tag'ishmagan vaqtda. Bundaq rasmlarni biz tez suratda qizilni yo'qotish uchun qanday qilamiz desak, mush qizil ko'z quroldan foydalanamiz. Biz buni tanlab bo'lgandan keyin o'zgartmoqchi bo'lgan, rangini o'zgartmoqchi bo'lgan ko'zga ekilib, mouse'ni bir chekamiz mana. Mouse'ning sol knopkasini chekkandan keyin rangi qizil rang asl holatiga o'zgaradi. Undan keyin masalan, bu rasmni nima qilsak, masalan, bunga o'xshash. To'xtanglar, men meniki quruq qavatni tanlabdimmi? Hozir rasmni tanlab turib cheksam bo'ldi. Mana shu holatda boshqa rasmni qilib baqsaq, masalan, ma rasmningmi qizil ko'zga ekilib, mouse'ni ekib chekkandan keyin o'zgaradi. Bugungi darsimiz o'shanda oxirlashdi. Yana bir qitim dars ko'rishga salomat bo'linglar. Allohga omonat.